Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan adovanchik gulini master modelini yasashni o'rgataman. Bu juda ham oson. O'zingizlar yasasanglar, xudo xohlasa o'xshab chiqadi. Buning uchun bizga sariq rangda холодный farfor kerak bo'ladi, vayner, qaychi va kley. Va gulimizni qotirish uchun bir dona cho'pcha kerak bo'ladi. Vayner ustiga uzuncha lentichka qilib, vayner ustidan холодный farforni to'g'irlab, lipostokimizni chiqarib olamiz. Keyin qaychida kichkina ninachalarga o'xshab kesib olamiz va gulimizni atrofiga sekin yopishtirib chiqamiz. Kley surish esingizdan chiqmasin. Chunki холодный farforimizni kley bilan yopishtirmasak, silikon qolib qo'yganingizda o'rtasiga, ichiga teshiklarga kirib ketishi mumkin silikon. Shuni oldini olish uchun kley bilan обязательно yopishtiringlar. Shu usulda har bitta qatorimizni sekin-sekin terib chiqishni boshlaymiz. Qaychida o'zingizlarga xohlagan qalinlikda qilib chiqsanglar bo'ladi. O'rtasini xohlasanglar maydaroq, chetlarini radiusi bo'yicha aylantirib chiqqanimizda chetlarini kattaroq qilsanglar ham bo'ladi. Qaychi bilan qirqayotganingizda uchlarini to'rtburchakroq qilishga harakat qilinglar, chunki tabiiy gulimizga yaqinroq o'xshash bo'lib chiqadi. Endi biz gulimizni teg qismini yopishtirishni boshlaymiz. Uning uchun bizga yashil rangdagi farforimiz kerak bo'ladi. Agar sizlarda shunaqa vaynerlar yo'q bo'lsa, oddiy qo'lda qilsanglar ham o'xshab chiqadi. Kichkina baychalar qilib gulimizni atrofini aylana bo'ylab yopishtirib chiqishni boshlaymiz. Shoshilmasdan kley bilan surib, aylana bo'ylab barglarini yashil rangda yopishtirib chiqamiz. Gulimizni yopishtirib bo'lganimizdan keyin qurishga qo'yib qo'yamiz. 1 sutka, 2 sutka quruq joyda, quruq joyda turganda gulimiz yaxshilab qotadi. Qotgandan keyin ustiga kestichkada отделитель yoki oddiy yog' yoki vazelin yoki losyon surib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda silikoninglar yopishmasdan chiqadi. Gulimizni teg qismiga xohlasanglar sekin-sekin qirib, balki izlari aniqroq bo'lish uchun qirib chiqsanglar bo'ladi. Mana shu bilan bizning adovanchikimiz tayyor. Ustiga ozgina qizil rangda tonirovka bersak bo'ladi. Bilinar-bilinmas qilib uchlariga tegizib chiqsanglar bo'ladi. Shu bilan gulimiz tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.